Assalomu alaykum. Meni tanimaganlar uchun qisqacha o'zim haqimda ma'lumot. Ismim Salayeva Zubayda Baxtiyorovna. 2007-yilda Toshkent moliya institutini bakalavr yo'nalishini tugatganman. Qizil diplomga. Yaqinda 2021-yilda Toshkent moliya institutini magistr darajasini ham tugatdim. Aynan buxgalteriya hisobi va audit yo'nalishida. Oliy ma'lumotli buxgalterman. 2014-yildan beri buxgalteriya sohasidaman va shu davr mobaynida har qanaqa yirik, kichkina, har xil faoliyat turlariga ega korxonalarda buxgalteriya, ya'ni bosh hisobchi lavozimida ishlab kelganman. Ungacha bo'lgan 2014-yilgacha bo'lgan davrda Toshkent shahar statistika boshqarmasida ishlaganman. Asosiy buxgalteriyaga qiziqishim Toshkent shahar statistika boshqarmasida ishlaganimda menda paydo bo'lgan, ya'ni menga hisobotlar olib kelishardi topshirishga, men ularni buxgalterlarni savol-javob qilib o'tirardim. Har bitta satrlari bilan. O'shanda men точно buxgalter bo'lishim kerakligini va bu soha men uchun juda ham qiziqarli ekanligini anglab yetganman. Shundan keyin 2014-yildan beri buxgalteriya sohasida ishlab kelmoqdaman. Shu davr mobaynida 200 dan ortiq buxgalteriya yo'nalishida 200 dan ortiq firmalarga buxgalteriya consulting outsourcing markazi tashkil qilganmiz va shu markazda har xil faoliyat turlari va soliq yo'nalishlari bo'yicha maslahat berib kelyapmiz. Shu bilan birgalikda 2019-yilda FinSchool buxgalterlar tayyorlash markaziga asos solganmiz. Shu paytgacha FinSchoolda 500 dan ziyod talabalar o'qib bitirdi va hozirgi kunda yaxshi buxgalter lavozimida va главный buxgalter bosh hisobchi lavozimida shogirdlarimiz ishlab kelmoqda. Nima uchun buxgalter bo'lib ishlamasdan buxgalteriya yo'nalishida dars berishga o'tganman? 2019-yildan buxgalteriya yo'nalishida dars berib kelayotgan bo'lsam, birinchisi sababi olingan bilimlarni berishni ham bilish, ya'ni ilm o'rganinglar va o'rgatinglar qoidasiga amal qilgan holda. Ikkinchisi, men o'qitganimdan keyin shogirdlarimning muvaffaqiyatini ko'rib, ya'ni shogirdlarim biron bir darajaga ko'tarilganda ularni xursandchiligini ko'rganimda men ulardan 2 baravar, 3 baravar ko'proq xursand bo'lishimni tushunib yetdim o'zim. Undan keyin men faqatgina dars berishim kerak ekan. Buxgalteriyada asosiysi odamlarga berilgan bilimlarni natijasini ko'rish muhim ekan degan qarorga kelib dars berishga o'tganman. Buxgalteriyadagi 10 yillik tajribamizdan kelib chiqib, hozirgi kunda onlayn kurs tashkil qildik. Agar sizda ham buxgalteriyaga qiziqish paydo bo'lgan bo'lsa, sizni mana shu kurslarimizni sotib olib, 2-3 oyda bemalol buxgalter darajasiga, главный buxgalter darajasiga ham ko'tarilish imkoniyati mavjud. Sizni kurslarimizda kutib qolamiz.